Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Open Pick qilamiz. Bu mening 3-akkauntim. Sostavini ko'rib chiqamiz. Kim kerak bizaga speshnik kerak, pizishnik kerak va boshqalarni keyinroq ko'rib chiqamiz. Endi esa pak ochishga ketsak ham bo'ladi. Ve ketdik. Birinchi pakimiz bizada 3000 samosvetli bo'ladi. Yani 2500lik deyishim. 99 dan 107 gacha. Ketdik, ochib ko'ramiz. O Volkov bor. Germaniya sizni bo'ladi. 100 over. Endi esa yana shu pakni ochamiz. Boshqa paklar yo'q hozircha. Va ketdik. Voy, Volkov ham bo'lmadi-yu. Mayli. Menga mur tushsa zo'r bo'lardi. +7. Ketdik, yana ochib ko'ramiz. Bu Volkov bor. Voy voy. Mayli. Navbatdagi pakimiz. Keyingi pakimiz 10 minglik bo'ladi. Bu yerda Ramazon o'yinchilari faqat. Ketdik. Mana endi walkout. Bu güçlü нападающий Borussia Gürassiya do'stlar. Bu yerda Borussia Dortmund 1-4 ga chiqsa +2 rang bo'ladi. Navbatdagi pakimiz 3 mingli bo'ladi. +1 dan +7 gacha. Açıp görelikçe. Vay bu. +1. Hop. Yaxshi. Endi esa karnaval pakini ochib ko'ramiz. Pakini ketdi. 3000 samosvet. Braziliya. Sap kumir ver. Va yana Fulham Andres Pereira. Endi esa adminga kirib o'yinchilarni tiqib pak ochib ko'ramiz. Kim tusharkan? Va bu yer qotyapti ozgina. Bu yerdan hech kimga hech narsa tushmaydi. Va buni ochib ko'ramiz, ko'raylikchi. Portugaliya LV Sporting. Yaxshi. Bu juda yaxshi do'stlar. 105. Mana sostavida Neymar bor, ha, u 4 ta rangi bor. Endi esa 101 dan 107 gacha liga paki. Polsha LV va bu Smolarek. Jetonga yaxshi bilan ishlasa bo'ladi. Va ikkinchi 101 107 ketdik. Angliya 0-1. Arsenal 101. Hop. Samosvetni olamiz. Bularni ham yig'ib, endi esa 10 mingtalik liga jetoniga ochib ko'ramiz. Ketdik.
Niderlandiyasi bo'ladimi? Yo'q, nap. Manchester City. Voy, Erling Haaland 106 kartochkasi bor, lekin menga 105 tushdi. Bu ham bizga bo'ladi. Mayli, hozir esa akkauntimizdagi barcha yangi o'yinchilarni qo'yib 108 bo'ladimi, yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Va biz birinchi navbatda taktikani o'zgartirdik va LV qo'yamiz. Hozir yangi Haaland bilan LV. Yo'nalishini aytib o'tdim. Agarda Borussia Dortmund 1/4 finalga chiqsa, +2 rang bo'ladi. Va biz uni qoldirib turamiz sostavda. Hozir bizga tushgan LV Portugaliyalikni kuchaytiramiz. Bir Mascherano. Birinchi o'yin har doim 100%. İkincisi bu ham 100%. Üçüncüsü 50%. Boşaydımı yo'qmi? Bitta Mascheranoga. Va bizda o'xshamadi. Hop, yana bitta o'yin ko'ramiz. O, 8 bo'ldi. Fioletoviy rang. Bu yaxshi. Bu igroklardan fishkasi boshqa o'yinchilarda yo'q narsa. Dribling uchun ularga +6 qo'shiladi. Boshqa o'yinchilarga esa boshqa kartalarga +5 dan berishadi. Biz ham Manuel Neuerni prokashka qilamiz. Bitta Mascheranoga. Va bizda o'xshayapti. Bu juda yaxshi. Unga Nirki beramiz. Va kimni kuchaytiray? Haalandmi yo Di Markonimi? Juda o'ylansa bo'ladigan narsa, chunki Gurasi +6 bo'lishi mumkin keyinchalik. Haalandmi yoki Di Markomi? Haaland yoki Di Marko. Va mayli Di Markoni qilamiz. Chunki 1/4 finalga 12-martda hamma o'yinlar tamom bo'ladi. Shunda ko'ramiz, Borussia Dortmund yutadimi yo'qmi. Shunga qarab Gurasini qo'yamizmi yo'qmi bilib olamiz. Va shu bilan men yakunlamoqchiman. Sostavimiz ovora +8 bo'lmadi. Hammaga prosmotr uchun rahmat.